مثل هر وقت با شما کانال MMA رجب میباشد. دوستان، اگر شما گذشتن گرانیتسا خط سرحد مسکو و قزاقستان را دارید، کمپانی ما برای شما عکس‌های خود را اعلام کرد. همگی با نرخ 5000 روبل شما را برده و پس به جای دستتان برمیگرداند. با ماشین‌های زمانوی دارای وای فای، удобно, комфортно. номер در روی اکران و در تگ اپلیکیشن میباشد. اگر شما در مسکوفسکای область باشید آماده نمیتونید، پس به ما مراجعه نمایید. ما خودمون رفته از جای زیستتون میگیریم و پس به جای زیستتون برمیگردونیم و شما رو حساب میکنیم. Mana shu mashinada Bahodir akaning ikkinchi marta chiqishim. Oldingizda ham zo'r borib keldim. Mana bunisi ham yaxshi borib, ana unda qaytyapmiz. Mashinaga gap yo'q, Bahodir akaning o'ziga ham. Mana yo'lda gaylar ushladi ikki martasi ham o'zi nima qildi. Sababi 8 kishimizning 8 ta odamning anosi pasporojniy edi. Shulardan eson-omon olib bordi. Bu yerda ham eson-omongina o'tishdi hammasi. Yaxshi borib, yaxshi qaytib kelyapmiz. Mana shu hammamiz tinch, omon yetib olamiz degan umiddamiz. Mana hamma sharoitlar bor mashinada. To'xta degan joyga to'xtab nima qiladi? Aytgan joyimizda hamma sharoitlar yaratib bergan. Ishonmasangiz, mana qolganlardan ham so'rangizlar. Хотела сказать, что обои водителя вообще очень замечательные люди, нам помогли, потому что были проблемы с регистрацией, с миграционкой у некоторых пассажиров. То есть не только с комфортом мы приехали, но и не было проблем на границе. За это огромное спасибо. Мы очень вам благодарны и советуем другим, если что, обращаться именно к Bahodir aka. Вот. Mana borib kelganlardan bizga ham bu Xudoga shukr yaxshi qaytib kelyapmiz. Mana granitsaga kirdi chiqqan qilib borib kelyapmiz. Xudoga shukr, mana shofir akamiz mana oldimizda yaxshi muomalalari ham, boshqa tomonlari ham, hamma tomonlari yaxshi. Mana mashinani ichi, mana salonga ketyapmiz. Salon ham yaxshi, toza, hamma tomonlama yaxshi. Agarda yana kirdi chiqdi kimdir qilmoqchi bo'lsa, mana shu kishiga Bahodir akaga uchrashlari mumkin. Vizitkalari bu, mana biz ham oldik vizitkalari. Telefon nomerlarini yozib olsanglar bo'ladi. Mana vizitka. Bemalol shu kishiga uchrashsanglar bo'ladi. Qiyinchiliksiz kirib chiqishlari mumkin. Buni behazil yo hazil tufayli olayotganimiz yo'q. Sizlarga biz faqat shu narsani aytmoqchimiz. Bemalol borib kelasizlar, ishonch bor kishiga. Bahodir aka nima deymiz? Rahmat. Спасибо. Спасибо. Hamma